Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani Osmon tuman qo'y bozori kun sanasi 12-aprel 2025-yil. Kanalga obuna bo'lsangiz, like bossangiz do'stlar, videoda kontaktlarimizni olib novoslar narxlarini tarishamiz. Novoslarda kichkina katta hamma novoslar narxlari mana shu videoning ichida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni buyuraman. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida sudga, politsiyaga yoki zapretingiz bo'lsa, sudebniy byuroga murojaat qilgan bo'lsa, telefon raqamimiz va kanali kommentariyaga qo'yib qo'yganman, qadab qo'yganman o'sha yerda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizga ko'plab yurtdoshlarimiz tomonidan ko'plab masalalarda murojaatlar kelib tushmoqda. Shulardan yana bitta masalasi udvareniya masalasi. Sizga FMS yoki MVDdan 10 kun yoki 15 kun muddatida chiqib ket degan qog'oz bersa, yo постановление yoki qog'oz bersa, chiqib ketishga shoshilmang. Biz Peterburg hududida qonuniy yurishingizga yordam beramiz. Sudga ariza bilan chiqamiz va ko'rib chiqamiz va qonuniy yurishingizga yordam beramiz. Bizga shu masala yoki boshqa masalalar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Neç pul so'rayapti uni? 8. 8,5 million so'm so'rayapti ekan. Bo'ylari 1 metr atrofidagi novvoz. Bunisini yo'qsiz. Neç pul so'rayapti ekan? 8,5 million. Yaxshi, zo'r ekan. Mana real savdo bo'lyapti. 8,5 million so'm so'rayapti. Qo'shqar novvosmi aka? Charchaysiz. Qo'y bozoriga chiqib adashib. Nima deyapti? Novvos ekan. Nech pul so'rayapti? 8 million so'm so'rayapti. Kichkina novvos do'stlar, belgi. Satsa gerekli 73 yaptı. 7 milyon 300 olmuş. Hurmatli do'stlar. Bozordan 500 metrlar pastga tushganda yangi qurilishlar do'koni ochildi do'stlar. O'smot bo'yicha eng arzon do'konlardan bittasi. Xohlaganingizni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Xohlagan tovarlaringizni ham topishlaringiz mumkin do'stlar. Kafel deysiz, xohlagan turdagi tovarlar bor. 7 milyon alındımı? 7 milyon 300 bin lira aldı arzon. Nadir aka seni berdimi? Öyle boring Nadir aka seni berdimi? Bu ne iş bulakan aka? 11 milyon so'm so'rayapti ekan, berilmayapti ekan. Aytilish qancha bo'ladi? Kelishadi. Neç puldan so'rayapti aka? Neç puldan so'rayapti? 10dan 20? 10 milyon so'mdan 20 milyon so'm so'rayapti. Bo'ylar 1.15 atrofidagi. Neç pul ekan aka? 8 milyon so'm. 8 milyon so'm so'rayapti. Ha, savdo bo'lyapti. Men to'xtab bo'lsam boshqa bozorlar qolib ketadi. Neç pul so'raydi aka? 11 milyon so'm deyapti. 11 mi? 11 milyon so'm so'raydi. Neç pul so'raydi buni? Necha vardı? Necha vardı? Kimlar?
Yok, başkadan ol, aç tekten. Savdo bo'lyapti. Hozir necha so'radi? Realmi? 11 milyon 300, 11 yarım. 11 milyon 300, 11 yarim kvadrat so'rayapti. Jiyan nechiga bordi jiyan? Baraka topaymi? Necha pul ekan? 12 milyon 600 so'raydi. 12 milyon 600 ga so'rayapti ekan. Realmi? So'rayapti. Buni qancha so'rayapti? 11 yarimga bermayapti. Necha puldan so'rayapti aka? 24,5 pul. Ikkalasini bir joyda 24,5 million so'm berilmoqda. Ularning bo'ylari bir tarafdan bo'ldi. Bu necha pul? 8300 bo'lyapti mana. Mana shumi? 8 million 200 ga savdo bo'lyapti. Yo'q bo'lsa hech narsa qilmaydi. Nima farqi bor? Necha pul ekan aka? 13 milyon 800 so'rayapti hozir. 13 million 800 ga berilmayapti. Aytilish qancha bo'laydi? 15 deb ayttiribmiz. 15 deb aytdik. Beraverasiz. Hozir necha so'radi? Hali endi. Endi nima? Necha pul deysiz? 15 deymiz. 15 million so'm deyapti. Ha? Necha pul ekan? 28 savdo bo'lyapti. 28 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Traktor bilan tortib keladimi? Ha, o'sha. Qildi ya. 28 chiqdi. Şimdi. Traktor bilan tortib kel. Necha pul ekan bu? 14 milyon 300 qilyapti. 14 million 300 ga berilmayapti ekan. Kichkina anguschani buni 14 milyon qilyapti. Kichkina anguschani 14 million so'm. 14 million so'm so'rayapti ekan. Mana xolos. O'yinlari 1.20 shu atrofda, 25 kattasini. Bular necha pul ekan? Ikkovini 30 deymiz, kam bor, hech kim so'ramayapti aka. Ikkalasini 30 deyapti ekan, kam bor ekan, hech kim so'ramayapti. Bu necha pul ekan? 14,5 million so'm so'rayapti ekan. Necha pul deysizlar aytilish? Aytilish qancha bo'ladi? 15. Like bosib qo'yamiz do'stlar. Do'stlarga foydali hisob qo'yamiz. Podpisatsiya yoki obuna degan tugmacha bor, shuni bosib qo'yamiz. Necha pul ekan aka? 16 million 600 ga so'radimi, so'ramadimi? 16 million 600 ga so'rayapti deydi egalari. Bu necha pul ekan aka? 8,5 qildi. 18,5? 18,5 million so'mga berilmayapti ekan. Necha pul ekan? Bu necha pul so'radi ekan, bilmaysizlarmi? Sotamiz. Necha pul ekan aka bu? 22 milyon deyapti. 22 million so'm deyapti ekan.
18 milyon 700 so'rayapti ekan. Şu uchalasi 17 dan bo'ldi. Yigirma yarim milyon so'rayapti ekan. Hangisi sifat ekan? Inasi jedar ekan. Hech bu so'rabdi uni bilasizmi? Hech pul oldi? 28 milyon so'm olmoqchi bo'lsa. 16 milyon so'm so'rayapti. Hech pul qilyapti ekan ularda. Hech pul qilyapti ekan nima? Hech pul so'rayapti ekan. 17. Bunisini-chi? Mana shu Novosdan 17 milyon so'm so'rayapti ekan. Like bosib qo'yamiz do'stlar. Qancha bo'ldi aka? 18 bo'ldi. 18 milyon. 18 milyon so'mga realni savdo qildim. Bu nechi pul ekan, ey? 20 kam, nechi pul so'rayapti? 17 milyon 600 so'rayapti. 20 milyon kam bor. Qaysini? Hech pul ekan bilmaysizlarmi? 15 dan qilyapti. 15 dan ekan do'stlar. 15 milyon so'm so'rayapti. Mana ungacha. Do'stlar, keyingi videolardan tomosha qilish uchun kanalga obuna qo'yamiz. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysak, birinchilardan bu tomosha qilamiz.